2019-yil Real Madrid tarixidagi eng og'ir davrlardan biri edi. Cristiano Ronaldo jamoani tark etgan. Jamoa esa yangi yulduzni izlayotgan edi. Shu paytda bitta ism hammani hayajonga solardi. Eden Hazard. U APLda himoyachilarni bemalol aldaydigan eng xavfli futbolchilardan biri edi. Hattoki ko'pchilik uni Messi darajasidagi dribler sifatida ko'rishni boshlagan edi. Lekin yillar o'tib, u tarixdagi eng yomon transferlardan biri sifatida eslanadigan bo'lib qoldi. Xo'sh, bunga sabab nima bo'ldi? Keling bugun shu savolga javob izlaymiz. Hazardning hikoyasi Belgiyada boshlandi. Lekin uning haqiqiy yulduzga aylangan payti Fransiyaning Lille klubida yuz berdi. U o'zini haqiqiy faxriy o'yinchilardek tutardi yosh bo'lishiga qaramay. Hamda himoyachilarni tezligi, driblingi hamda muvozanatni saqlay olishi bilan bemalol aldab o'tardi. Shu sababli 2012-yilda APLning top klublari unga boshladi. Oxir-oqibat Hazard Chelsea ni tanladi va bu qaror to'g'ri chiqdi. Chunki Chelsea bilan Hazard 2 marta Premier Ligani yutdi hamda APLning eng yaxshi futbolchisi nominatsiyasiga ham sazovor bo'ldi. Ayniqsa uning eng pik payti 2018-yilgi Jahon chempionatida bo'ldi. U Belgiyani o'zining yaxshi o'yini bilan 3-o'ringacha olib chiqdi. Eden Hazardning hech kimdan yashirmaydigan bitta bolalik orzusi bor edi. Bu ham bo'lsa Real Madridda o'ynash. U buni bir necha bor intervyularda aytib o'tgandi va nihoyat orzu ushaladigan bo'ldi. Real Madrid Chelseadan Eden Hazardni qariyb 100 million yevroga sotib oldi. Hamma futbol muxlislari bitta gapni aytayotgan edi. Cristianoning o'rnini endi Hazard bosadi. Bosim juda kuchli edi. Lekin o'sha paytda deyarli hech kim bu Eden Hazardning transferini muvaffaqiyatsiz bo'ladi deb ishonmasdi. Hazard Madridga kelganda muxlislar bitta narsani payqashdi. U ideal sport formasida emas edi. Unda ortiqcha vazn bordek ko'rinadi o'sha paytda yo'q. Lekin bu harakatda muammo bo'lib ko'rinmadi. Chunki uning iste'dodiga hech kim shubha qilmas edi. Ammo bu kelajakdagi katta muammolarning birinchi bosqichi edi xolos. 2019-yil noyabr. Real Madrid Chempionlar Ligasida PSJga qarshi to'qnash keldi. O'sha o'yinda belgiyalik futbolchi Thomas Meunier Eden Hazardning to'pig'iga qattiq zarba berdi. Boshida bu oddiy jarohatdek ko'rindi. Ammo aynan shu jarohat Hazardning faoliyatini butunlay o'zgartirib yubordi. Shundan so'ng Hazard bir jarohatdan qutulsa, yana yangisiga duchor bo'laverdi. Bir necha hafta safga qaytardi, yana ketardi va yana qaytardi. Eng qizig'i, u keyin Chelsea'dagi formasiga boshqa hech qachon qayta olmadi. Hazard faqat futbol o'ynamayotgan edi. Uning yelkasida katta mas'uliyat ham bor edi. U Cristiano Ronaldoning bo'shab qolgan o'rnini yopish uchun ham kelganman deb o'ylardi. O'zini Cristiano Ronaldoning o'rinbosaridek tutib, Real Madridda katta mas'uliyatni o'z bo'yniga olgan edi. Aynan shu bosim ham jarohatlarga qo'shimcha ravishda juda katta yuk bo'ldi hamda Hazardni sindirdi desak bo'ladi. Shundan so'ng 2023-yilda Hazard 32 yoshda professional futbolchilik faoliyatini yakunladi. Ko'pchilik boshida bunga ishonmadi. Chunki yaqindagi dunyoning eng yaxshi futbolchilaridan biri bo'lish kutilayotgan o'yinchi endi 32 yoshda jarohatlar tufayli, omadsizliklar tufayli faoliyatini yakunlayapti. Lekin futbol shunaqa sport turi. Har doim ham iste'dod yetmaydi. Bitta jarohat, bitta xato harakat va omadsizliklar butun faoliyatni o'zgartirib yuborib, hattoki tugatib ham yuborishi mumkin. Hazard Real Madrid tarixidagi eng omadsiz transferlardan biri bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Ammo bu uning Chelsea'dagi ajoyib o'yinlariga hech qanday soya sola olmaydi. Balki tarix uni Real Madridning eng omadsiz transferi sifatida emas, balki maydonda ko'rsatgan sehrli o'yinlari, Belgiyadagi ajoyib harakatlari va liderligini eslab qolar. Sizningcha, agar Hazard o'sha mash'um jarohatini olmaganda Real Madrid tarixidagi afsonalardan biriga aylanib, Cristiano Ronaldoning o'rnini bosa olarmidi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Agar shunday hikoyaviy kontent qiziq bo'lsa, like bosib qo'ying hamda obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Agar video yoqqan bo'lsa, do'stlaringizga ham ulashib qo'ying. Sog' salomat bo'ling.